Assalomu alaykum ahli YouTube obunachilar, bizani kuzatuvchilar, sizlar uchun вообще 3 уровень, 3 etaj, 4 sotik, общий bir 10 tacha xonasi bor ekan. Sanuzel xonani o'zi bir 4 ta sanuzel xonasi bor ekan. Yana darvozani o'zi ham bir 3 ta darvoza, eshik, kiraverish bor ekan, uglovoyda joylashgan. Zo'r lokatsiya, narx navosi zo'r ekan. Oxirigacha ko'ringlar. Oxirida yana bir achchiq haqiqat gaplarimiz bor. Boshidan gapirsak bo'lmayapti. Hayotiy bir gaplar oxirida gapiramiz. Gap so'zimizga qiziqadiganlar uchun. Sizlar uchun hozir tema mana shu prямо перекресткada joylashgan zo'r mahalla. Aytadi Bayskiy mahalla ekan deb. Taniganlar shu mahallani bitta kommentariy yozib o'rasa. Yuringlar, mana shu xonadon sotilyapti. Bu yoqdan kiraverish darvozasi, bu yoqda отдельно mana kalitka kiraverish. Inson egasi shunaqa inson ekan, zo'r inson ekan. Bir pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar ham tez uyingizni, tez domni sotib, zo'r mahalladan uchastka joyli bo'lib qolmoqchimisiz? O'rtakashlasiz, uyingizni tez prямо yashillik odamga sotmoqchimisiz? Tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. 5-cheklovda xudo xolasa umra safariga jo'natyapmiz. Tez aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham qo'shib yuboramiz. Yuringlar. Bir chekkadan ko'rsatamiz. 4 sotik. Birinchi etajda 4 ta xona, ikkinchi etajda 4 ta xona, podvalda yana 2 ta xona, sanuzel xona hozir ko'rsataman. Orqa tarafida ham darvoza bor ekan. 3 ta tarafi yo'l. Qaranglar. Shinamgina zo'r xonadon. Narxini, lokatsiyasini, hammasini aytaman. Sizlar faqat ozgina ko'ringlar. Keyin qimmat ekan demasdan pastdagi nomerga aloqaga chiqib savdolashinglar. Men har bitta xonadonni startiviy narxini aytaman. Savdolashinglar, ko'ynini topsanglar yarim narxiga berib yuboradi. Hozir yaqinda shu xonadonni men ko'rsataman. Alloh shunaqa xonadon menga, yaqinlarimga, farzandlarim ham shunaqa xonadonda yashab o'tsin. Alloh o'zingga oson deganlar bitta kommentariy yozib shu videoni tarqatib qo'yarsizlar. Sizlar uchun o'rtakashlasiz, посреднийлasiz, prямо notariusda qo'l qo'yib beradigan odamning nomerlarini qo'yib ketamiz pastga. Yuringlar. Bu yoq tarafdan boshlaymiz hozir mana hovli. Operator ko'rsatdi yana barbekyu xonalar. Basseynchasi ham bor, landshaftni sharsharalarigacha bor. Bananam bo'lgan ekan, mana qishda endi kesib tashalgan, yozda yana chiqadi. Polni 100% Traventinga eng zo'rlarni qilingan, pishgan g'ishtlardan bo'lgan. Romlari Angelberg Akfa kompaniyasiga tegishli bo'lgan Angelberg profillaridan 7000 talikni 3 qavatli oynalarini qilingan. Stekla paket, oynasi 3 qavat. Bo'tga arzonchi narsa ishlatilmagan. Negaki bu xonadon sotishga emas, yashashga qilingan. Hozir endi bo'tni sotib 2 ta 3 ta domlaga ham barter qilaman deyaptilar. Orqadan boshlaymiz. Podvallari bor. Bu yoqdan kirish xodi bor. Va uy ichlari shunaqa zo'r ekan. Yaqinlarim har bitta shu videoni ko'rib tarqatib qo'ygan insoniyatga tez kunlarda g'oyibidan Allohga oson yetkazib qo'yadi, o'zingiz ham bilmay qolasiz. Men ko'pini ko'ryapman. Tez yetkazib qo'ysa, Allohu akbar. Bu yoqdan podvalga ham tushadigan joy bor. To'g'rida sanuzel xona, tahoratxona buni sharoit qilingan. Qaranglar, bu yoqdan chiqadigan yana orqaga qaranglar, огород. Dala. Agar bo'ldi oxirigacha ko'ramiz desanglar, qayerda bu? Buchi shunaqa joyda Toshkent viloyati Zangata rayon. Shundoq Eshonguzar kirib kelganinglarda raddom bor. Nur hayotani to'yxonasidan shundoq kirib kelganda bog'cha, maktab hamma yoq yaqin, zo'r. Men o'zimga ham yoqdi. Bu yoqdan emas, paradnidan kiramiz ichkariga. Bu yoqda mana kalitkasi ham bor. Ko'pchilik yozib yorishadi, kommentariyaga ko'p gapirar ekansiz. Yaqinlar, men bu yoqqa to'g'ri tushuninglar. Gapirish uchun chiqaman-ku. Mana bular qaranglar. Termoplastlardan qo'yilgan, osilsa ham hech narsa qilmaydigan petlari zo'rini qo'ydirganlar. Shu uy ichida gilamlari, mana shu narsalarimdan qoladi, faqat
kelin o'zini narsasini oladi, oldindan aytib qo'ying. Adresini aytdimi, tushundinglar? Mana qaranglar, bu ham kay xona devordim. Bu yerda men bu yerda xona demaganman, mana bu yerda отдельно 4-xona deganman, bemalol shunaqa qurgan ekanlar, namoz o'qishlarga zo'r qilib qilgan ekanlar. Birinchi etaj tanishtiraman. Bu yerda shunda kirganinglarda o'ng qo'lda kattagina zal. Zalni ham razmeri 5x6. Salkam bir adashayotgan bo'lsam, balkim to'ru bir 20larga 5 metrdan oshiq. Zo'r qaranglar, did bilan patologlari hammasi did bilan qilingan. Eshiklarini o'zini ancha payt kutganman deydi ustalar. Zo'r yasab bergan, zakazga deyaptilar. Zinalarni qaranglar. Zo'r. Mana bu yoq kuxning mebellari hammasi bunaqa. Bo'tlar har bitta xonalarni, pastlarni ham palovoy ataplayni, ham har bitta romni tagiga mana 10 tali radiatorlardan qo'yibdilar, 8 talilardan qo'yibdilar, ming bor uzr. Mana kuxning mebellarni ham hammasini eshiklarga, bir-biriga remontlarga moslab did bilan qilganlar. Bu yoqdan hovliga chiqaverish bor, bemalol. Zo'r, olib shunaqa joylarda bir 2-3 farzandlaringlarni o'ylantirib shunaqa joylar nasib aylasin. Yaqinim olmasanglar ham oxirigacha ko'rib qo'ying. Bir kun olasiz, Allohga omson. Mana bu yerda bir onaxonlar uchun xona qilib qo'ysa bo'lar ekan. Onaxonlar, ota-onalarimiz uchun qara. Nimaga deganda bu yerda sanuzel xonasi mana yaqingina ekan. Nima deysizlar? To'g'ri gapirgan bo'lsam, bir og'iz ota-onam deb yashab o'tsak, kam bo'lmas ekanmiz. Hozir endi podvalni ko'rsatamiz. Tez gapiryapman, ming bor uzr, zinalarni ham zo'r qilib qaranglar mana. Kengina, mana kengligini qaranglar. Shunda tushganda men yo'dan bonkalar qo'yib qo'yib, kladovka bitta eshik qo'yib yuborsanglar bo'ldi, remontlari bo'lgan. Kattagina zal. Bemalol bilyardni stol ham qo'ysanglar bo'ladi, sex ham qilsanglar bo'ladi. Bu yerda отдельно mana kladovka har xil bonka turadigan ayollar tushunadi-da, yozib yuborarsizlar. Ariston. Bu yerda mana bir ko'rsatib yuboringchi. Hamma motor, suv, svet, gaz, hamma sistemani shu yerga qo'yilgan. Bir tomchi suv yo'q, oqib yotmas ekan. Bu yerda отдельно boyiga tashqariga chiqadigan joy. Yetaman narxini, bilaman. Qancha necha pul nima ekan deb turibsizlar. Hozir ozgina ko'ringlarchi. Yaqinlar ozgina mana 3-etajga chiqing. Nanay deydi yuringlar. Yaqinlar. Shu videoni ko'rgan har bitta insonga tez kunlarda shotlarni olishlar, patologlarni qaranglar, did bilan. O'zimga ham yoqib ketyapti. Zinalarni zo'r, kengina qilingan. Ana uzun romlari. Aladi, baraka topinglar. Mana zinalarni atdilar, tamam, plintuslarini zo'rlarini topibdilar. Mana shu gilamlari qoladi deyapti. Tepada ham 4 ta xona. Bu yoq mana katta spanni, почти 5 metrga, почти 4 metrlik katta spanni, ichida sanuzel xonasi bor, отдельно. И garderob xonasi bor. Ko'rsatingchi, operator. Olib qolinglar, narxini ham aytaman. Men bilinglar, startoviy narxini aytaman. Mana, qaranglar, prirodani tomosha qilib, zo'r. Nasib aylasin. Toshkent shahar, Zangiotar rayon, Nurhayot mahalla, shunday Eshonguzar, Raddon perikroskasidan bir 500-600 metr o'tganingizda, shunday svetofordan o'tganingizda Obod mahalla keladi. U yoqdan kirsanglar ham bo'ladi yoki Obod mahalladan o'tganingizdan keyin shunday o'ng qo'liga kirganinglar bir 300-400 metr kirganinglarda. Mana kattalar uchun spanni. Ko'ringlar. Zo'r. Narxini startoviy narx, startoviy, to'g'ri tushuninglar. Ko'pchilik shunaqa narx aytib, yarim narxiga sotib olganlari ham bo'lgan. 270 ming so'rayaptilar. Bu boshlanishi. Oyda demasdan telefon qilinglar-da, 100 mingga bering, 150 mingga bering, yoqqan bo'lsa 300 mingga bering deb aytinglar. Lekin uy did bilan qurilgan, arziydi, balkonlarigacha bor. Ana qaranglar xonalarni 5-6 metrli salkam xonalar. Shu gilamlarigacha qoladi.
Mahalla seriozniy mahalla. Kelingchi bir ko'rsatib qo'ying mahallani. Bu xonadonlar bunaqa xonadonlar bekorga qurilmagan, ko'ringlar. Katta xonadonlar. Shundoq kiraverishda Nurhayot to'yxona bor ekan. O'shaning oldidan kirib kelasizlar. Olib qolinglar, kelib qolinglar. Mana tepada ham sanuzel xona. Bemalol bir 3-4 ta o'g'lingiz bilan joylashib olsangiz bo'lar ekan. Mana yana kattalar uchunmi, farzandlaringiz uchunmi xona. Zo'r. Radiatorlar har bitta xonaga qo'yilgan. Yaqinim kimga yoqqan bo'lsa, kim shunaqa joylar tez kunlarda nasib aylasin, g'oyibida pul yo'q, Allohga oson yetkazib qo'yar ekan. G'oyibidan o'zi. O'shanga chiroyli qilib mana shu videolarni tarqatib, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, oldindan ming bor uzr. Sog' bo'ling. O'shanga hozir YouTube'da Achchiq haqiqat degan bir kanal ochyapmiz. Hozir ko'p insonlar kanalingizda odamingiz ko'p ekan. Mana bunaqa bo'lyapti hayotimda, shularni gapirib chiqing. Nimagaki ayolim sizni kanalingizda obunachisi, sizni kanalingizni ko'radi. Balki mana shu gap so'zlaringiz tegsa, erni qanaqa hurmat qilish kerak, qanaqa bo'lish kerak ayol kishi, o'shalarni bir gapirsangiz-chi deydi. Qo'ying deyman. Bunaqa meni kanalim uy oldi sotdi, endi bunaqa narsalarni gapira olmayman. Siz shuni gapiring deb 3-4 ta kommentariyalar kelyapti hozir Telegram kanallarimizga. O'shanga nima deysizlar? Shularni ham bir chiqazingmi yo chiqazmaymi? Shularni e'tiboringlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, yaqinlar.